Kim o'zini uyini din asoslarini ustiga qura olgan bo'lsa, bu odamning uyida halovat bo'ladi, xotirjamlik bo'ladi, sakinat bo'ladi. Kim o'zini oilasini, uyini din asoslarini ustiga qura olgan bo'lsa, kim pul ko'p topgan bo'lsa, shuni hayoti zo'r bo'ladi deyilmayapti dinimizda, qaranglar. Chunki pul topishni ko'p oz bo'lishligi Alloh taolo peshanangizga yozib qo'ygan rizqqa bog'liq. Alloh yozgan bo'lsa topasiz. Bo'lmasa har qancha yuguring, har qancha yeling, topmaysiz. Shuning uchun oilaviy saodatimiz dinni mahkam ushlashligimizga bog'liq. Oilaviy shaqovatimiz dindan uzoq bo'lishligimizga bog'liq. Chunki puli yo'q bo'lib turib zo'r yashayotgan odamlar bor. Puli ko'p bo'lib turib xor bo'lib yashayotganlar bor. Puli ko'p bo'lib turib zo'r yashayotganlar ham bor, dinni ushlaganligi uchun. Va puli yo'q bo'lib turib dindan uzoq bo'lganligi uchun hayotida halovat